Bo'ldi yeter o'rtog'imga gapirmadim qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat. Zaboni shirin. Bilasan shuni, bularni kimga yozding? Masalan, yesdim oxir oqibatda bir narsani tushunishim qiyin bo'ldi. Qolmadi mana nima bu? Kasbi yo'q, hatto. Lablari jim bo'yagan, ko'zlari yum bo'yagan. Belikamalak, qora sochlar, lak, wow, qizaloq, wow, qo'rqo'rson. Bahor ko'chalari gullagan. Shahar yashil o'zim yarashgan. Dona gullagani xonadon ekan. Nayno. Ey birodar, gavdani ko'tar, uzoqda emas, yoningda xatar. Xatar bu do'stlar, xatar bu dushmanlar. Ular sen bilan pul deb gaplashar. Balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas, lekin narsa bo'lmasa hech kim ham yasholmas. O'rtoq havas-ku, yashash yashash. Turganda menga ber xudo hamma yo'lda navbat joy va meni to'la oy. Ko'rganman dardi qolmalarni tashvishni, ko'rdim baxtsizlik yoshlikni. Shu ekan mana dardim, mani yuz qorib, menga hayot berildi. Bo'lmasa keyin hamma bir-biriga tuzoq qo'ysa. Do'st sotir do'stini, qilma erkak ishini, va yo'qotar bor vijdonni. Kimga keragi bor meni, kimni do'st bilaydi? Kimdir yo'qotar hayot sinaydi bizni, senarda toshimizni, kimga yetadi, kimdir orzu qiladi. Hayot bas o'ladigan, har kim ham mard emas ekan, ishonmasang o'zingga, bir kun sinib ketar ekansan. Молодец!